Assalomu alaykum va rahmatulloh. 200 Soliha guruh. Mana ikkinchi to'chkamizda 6-stalbani ko'taryapmiz bugun. Yakshanba bo'lishiga qaramasdan bizning ishlarimiz xudo xolasa jadal oldinda ketyapmiz xudo xolasa. Inshaalloh. Mana hozir ustalarimiz stalbani ko'tarish jarayoni. Mana Wi-Fi chibolarimiz optik kabellar ulayapti. Stalbalar o'sha o'rnatib bo'lgan. 5 ta stalba o'rnatganmiz. Bugun mana 6-stalbani xudo xolasa o'rnatamiz joyiga inshaalloh. Bo'ldi, joyiga tushdi mana. 1 minut deganda joyiga tushdi xudo xolasa. Stalbamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol 200 Soliha guruhga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastda nomerlar qoldiramiz.